Hurmatli o'quvchilar, demak birinchi misolimizni ko'rib chiqamiz. Qanday bo'lgan? Kelinglar to'g'riroq va batafsilroq tushuntirib beraman. Demak, mana bu 6-darajali ildizda 7 minus ildizda 10 bor-ku. 40 deganim, uzr 40 ekan. Hop, demak bu ifodamiz murakkab ildiz formulasiga tushadi. O'zi murakkab ildiz formulasi nima qilib beradi? Shuni yaxshi tushunib olishimiz kerak. Murakkab ildiz formulasi juft ildizni, ya'ni mana bu kvadrat ildizimizni ildizini yo'q qilib beradi. 7 minus ildizda 40. Masalan. Mana shuni hozir murakkab ildiz formulasiga qo'yib ishlaydigan bo'lsak, mana shu ildizni yo'q qilib beradi. Endi bu degani hozir bu yerda 6-ildizga kelyapti. 6-ildizga keladi degani bu 2 ga bo'lib beradi darajasini, ildiz darajasi shuni kubga aylanib qoladi deyapti. Xo'p, kelar murakkab ildiz formulasini bir eslab olsak. Murakkab ildiz formulasi ikki xil yo'lda chiqarishi hozir o'rgataman. 40 ta hop 4 kere 10 deb tursak, 4 dan 2 chiqadi. 2 ildizda 10. Agar bizda formula yozyapman, mana formulani qizil yozyapman. Bizda A qo'shuv ayru B ildizda S bo'ladigan bo'lsa, murakkab ildiz formulasi M ni topishimiz kerak bo'ladi. M ildizda A ning kvadrati ayrilgan B ning kvadrati ko'paytirilgan S bo'ladi. Xo'p, shunda endi kelar qandaydir M degan son chiqdi. Buni endi A dan bir marta olamiz, A ga qo'shamiz. Har doim birinchi qo'shiladi. 2 ga bo'lamiz. Chiqqan javobni ildizdan chiqaramiz. Endi qarang, ishorasi o'rtada ishorasi. O ildiz ishorasi bor-ku ichkarida turgan. O'sha ishoraga qarab olinadi. Orqasidan ayriladi. A ayrilgan M. Mahrajda 2 degan formulaga qo'ysalaring, ildizini yo'q qilib beradi. Kelar shu formulaga qo'yamiz. M teng 7 ning kvadrati ayrilgan 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 10. Ya'ni ildizda 10 ning ham kvadrati bo'ldi, ildizga ketdi 10 qoldi. Shunda 49 ayrilgan, xo'sh, 2 ning kvadrati 4, 4 kere 10 40. 49 dan 40 ta ayiradigan bo'lsak, 9 chiqadi. Ildizda 9 dan 3 chiqib keladi. Endi 7 ga qo'shamiz 3 ni, bo'lamiz 2 ga. Bu ildizda bo'ladi. Hop, ishorasiga e'tibor beramiz. Mana bu yerda ishora nima bo'lsa, o'rtasida shunaqa bo'ladi. Keyin ayruv keladi. 7 ayruv 3 taqsim 2 teng 7 ga 3 qo'shib 2 ga bo'lsak 5 chiqadi. Ya'ni ildizda 5. Ayruv 7 dan 3 ayirsak 4, 4 dan 2 ni bo'lsak 2 chiqadi. Demak, ildizda 2 qolib ketar ekan. Demak, bu misolimiz soddalashganda ildizda 5 minus ildizda 2 ga keladi. Endi biz mana bu 6-darajali ildiz berilgan. 6-darajali ildizda 7 minus ildizda 40 berilgan, to'g'rimi? Kelar shuni biz quyidagicha yozsak bo'ladi. Kelar misol davomini ham yozay, bir yo'l ishlab ketaman. Ko'paytirilgan ko'pinchi ildizda 2 qo'shilgan ildizda 5. Ko'paytirilgan ko'pinchi ildizda 9. Xo'p, endi mana bu ildizimizda, birinchi ildizimizda ko'pinchi ildizda 7 minus 2 ildizda 10 kabi ko'rinishda yozib oldik, to'g'rimi? Endi bunaqa yozishimizga sabab bizda formula bor. Agar mana bu yozib turibman, 2 bo'ladigan bo'lsa, 3 bilan 2 ni ko'paytirib bitta ildiz kabi ko'rinishda, ya'ni 6-darajali ildizda yozsak bo'ladi. Tushunyapsiz-a? Demak, biz hozir mana bu yerda 2ligini ishladik. Nima bo'ldi? Ildizda 5 minus ildizda 2 chiqdi. Ko'paytiruv davomini yozyapman. Ko'pinchi ildizda 2 qo'shuv ildizda 5. Kelar shuni bir yo'li o'rnini almashtirib ketaylik. Ildizda 5 plus ildizda 2. Plusli ifoda bo'lganligi uchun hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Ko'paytiruv ko'pinchi ildizda 9 teng. Hop. Endi pastdan mana bu ildizni yo'q bo'lib ketyapti. Ko'pinchi ildizda bizda nima chiqyapti? Ildizda 5 ayru ildizda 3. Ildizda 2.
ildizni bekitamiz. Ko'paytiruv yana ko'pinchi ildizda 5 qo'shuv ildizda 2. Ko'paytirilgan ko'pinchi ildizda 9 teng. Xo'p, endi bizda n'inchi ildizda A ko'paytiruv n'inchi ildizda B bo'ladigan bo'lsa, buni biz bitta ildizga kirgizib A ko'paytiruv B ko'rinishda yozsak bo'ladi. Tushunyapsiz-a? Mana shu formula. Qizilda yozbek. Xo'p, endi davom etamiz. Bitta ildizga kiryapti, ko'pinchi ildizga kiryapti. Ildizda 5 minus ildizda 2. Qavs bekitamiz. Keyingi qavsda ildizda 5 plus ildizda 2. Ko'paytirilgan ko'pinchi ildizda 9. 9 ni qo'ya turak. Keyin kirgizamiz bo'lmasa. Teng bo'lyapti. Xo'p, endi biz qaysi formulaga qo'yamiz? Hozir bizda A minus B bitta qavsda. A plus B ga tushyapti. Bu A ning kvadrati minus B ning kvadratini beradi. Demak, ko'pinchi ildizda 5 ni kvadrati ayru ildizda 2 ni qavs kvadrati. Ildizni yopamiz. Ko'paytiruv ko'pinchi ildizda 9 teng. Ildizda 5 ni kvadrati, mana kvadratimiz ketib 5 qoladi. Ayru bundan 2 chiqadi. 5 dan 2 ni ayirsak, demak bizdan necha chiqadi? 3 chiqadi. Mana bu ko'pinchi ildizda 9 ham kelib bitta ildizga kirgizsak, ildizlari bir xil-ku 9 teng. Ko'pinchi ildizda 5 dan 2 ni ayirsak 3 ko'paytirilgan 9 ni 3 ning ikkinchisi qilib olsam, hop shundan bo'ladi. Ko'pinchi ildizda 3 ning kubi bo'lib qoladi. Darajalar nima bo'lyapti? Qo'shiladi. A ni n'inchini ko'paytirganda A ni k'inchisiga darajalar ko'payganda asoslar bir xil bo'lsa, darajalar qo'shiladi. Agar aksincha bo'lsa ayriladi, ya'ni bo'lish bo'ladigan bo'lsa ayriladi. O'sha formuladan foydalandim va mana bu yerda 3 ni birinchisiga ikkinchisi qo'shilib ketib 3 ning kubini berdi. Bu mana bu ketyapti, javob 3 ga teng bo'lyapti. Endi qanday tushishidan qat'iy nazar shu formula, shu qoida bo'yicha ishlasangiz bo'ladi. Endi bu birinchi usul edi, ya'ni murakkab ildiz formulasidan chiqarib berildi. Birinchi usul. Ikkinchi usulga o'tamiz. Ikkinchi usul bu ham xuddi shu, faqat ishlash yo'li boshqacharoq. Ya'ni murakkab ildiz formulasiga qo'ymasdan chiqarish mumkin. Keyin men shu narsani tushuntirib ketaylik. 7 minus 2 ildizda 10 ida mana shu holatga keldi. Agar ichkarida mana bu holatda tursa, mana shunga kelgandan keyin qaranglar. Mana bu o'rta qismi nimani qavs kvadratiga o'xshayapti? Nimani qavs kvadratiga o'xshayapti? Ildizda 5 bilan ildizda 2 ni. Ya'ni bu murakkab ildiz formulasi qandaydir sonni yig'indisini yoki ayirmasining qavs kvadrati bo'ladi. O'shandan kelib chiqib, mana qaranglar, ildizda 5 ayru 2, ildizda 5 ko'paytirib ildizda 2, keyin oxirida ildizda 2 bo'lgan va bularni nimasi bo'lgan? Boshi va oxirida kvadrati bo'lgan desak bo'ladi. Ya'ni bu soddalashsa, ildizda 5 ning kvadrati 5, oxiridagi ildizda 2 ning kvadrati 2 yoniga keladi. Shu bu ayru 2 ko'paygan ildizda 5 bilan ildizda 2 ni ko'paytirsak, bitta ildizga olib kirib 10 chiqadi. 5 ga 2 ni qo'shib oladigan bo'lsak, 7 ayru 2 ildiz 10 qaytib kelyapti. Endi buni mana bu oxiridagi va boshidagi ifodalar almashgan holati ham bo'lishi mumkin. Endi bu ildizimizda ichidan doim musbat son chiqqanligi uchun savol bering. Qaysi birini birinchi qo'shim kerak? Ildizda 5 dami yo ildizda 2 mi? Ayru bo'ladigan bo'lsa, ildizda 5 ayru ildizda 2 desangiz o'rinli bo'ladi. Nimaga? Nimagaki ildizda 5 dan kattaroq son chiqadi ildizda 2 ga qaraganda. Demak, ildizda 5 dan ildizda 2 ni ayirsak musbat son chiqadi. Tushunyapsiz-a? O'shaning uchun ildizda 5 minus ildizda 2 ning kvadrati desangiz, o'shanda to'g'ri chiqadi. Agar ildizda 2 minus ildizda 5 bo'ladigan bo'lsa, unda modulni olib chiqib qo'yish kerak. Ya'ni manfiy chiqsa, modul musbat qilib beraveradi. Endi bu bilan bu ketyapti, demak, javob ildizda 5 ayru ildizda 2 chiqadi. Mana shu topib olishimiz, demak, murakkab ildiz formulasini ketsak bo'ladi yoki nimadirda qavs kvadrati deb ishlasak ham bo'ladi. Doim musbat chiqarish kerak. Esdan chiqarmaymiz. Shu ketma-ketlikda ishlasalar, xudo xolasa bu misolimiz yechimi chiqadi.